xabaringlar bor. O'tgan yili mana biz qadrdon do'stlarimiz, yon qo'shni, jon qo'shni Qirg'iziston Respublikasini Sulaymontov muzey kompleksi bilan yaqin hamkorlik, do'stlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz. Mana shu do'stlik aloqalari natijasida ikki muzey o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan. Mana shu memorandum asosida bugun biz yana ham do'stlik rishtalarini, qadrdonlik rishtalarini, hamkorlik rishtalarini yana ham bog'lash maqsadida bugun ko'chma ko'rgazma tashkil qilganmiz. Mana shu ko'chma ko'rgazmani ochilishida siz azizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xush kelibsizlar avval. Qirg'izistondan kelgan tug'anda xush kelibsizlar Andijondan. Yana shu kezdikdan foydalanib, shu ikki mamlakat do'stchiligi bor bitmaguncha bo'lsin deyman-da, butun umr. Ham shu yerga jilib turgan ejalar, o'z akalaringiz, ejalaringizga yana bir shamdirabirni deb berib, ejalarimiz bilaysizlar da. Mana emasa, bir yaxshi birni deb beraylar, bichilar men cho'g'o. Tadbirimizda Yükselish umummilliy harakatini rahbari bor Sadbor opa Mamatova tashrif buyurgan. Ijozat bersanglar Sadbor opaga so'z da'vatini bersak. Ajoyib bir musofo osmon ostida hammamiz shunaqa niyat qilaylikki, hech qachon shunaqangi tinchlik, omonligimizga ko'z tegmasin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mana shunaqa yurtboshlarimizni olib borayotgan ishlarga ozgina bo'lsa ham hammamiz belimizni mahkam boylab, kamarpasta bo'lib, ularning ishini bevosita bir tashabbuskor bo'lib, biz ham ishlarni olib boraylik. Hammalarga bugungi tadbirda albatta yaxshi natijalar bo'ladi. Mana hozir albatta keyingi safar Qirg'izistonga boriladi. Sizga kuch-quvvat, sihat, salomatlik, eng asosiysi hech qachon sizni mana shunaqa shijoat g'ayrat tark etmasin. Bugungi tadbirimizga omad, faqat rivoj tilayman. Hammaga shu tadbirimiz muborak bo'lsin.
so'z navbatini Qirg'iz Milliy madaniy markazi rahbari Obidjon akaga bersak. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tug'anlar. Bugungi ma'rakangiz qutlug' bo'lsin barlig'ingizga. Buna kelgan mehmonlar O'sh oblasti Sulaymon Tog' muzeyining administratsiyasi, aning vakillari shu yerda qatnashib turadi. Buning chinele maqsadi iki elning bilimdorligini, iki elning tarixini, iki elning o'tmishin bizga qayradan ko'rsatib, o'zlarining ko'rgazmalari bilan kelgan bizning tariximizni bildirish uchun dag'i bir qayra eskartuv uchun kelishgan. Mana shunday barda keldichiligimiz, tug'anchiligimiz hech qachon tubalikka bo'lsin, uzilmasin. Bu mavlilarni jasagan Sultonbek aka, sizga, Ixtiyorjon aka, sizga cho'ng rozichilikni bildiramiz. Dag'i kelajagimiz kengayib bo'lsin. Barlig'imizga bayram qutlug' bo'lsin. Salomatli bo'linglar. Özbekistan'da kança milyonluğun Kırgız boğurdaşlarımız duradi. Bunun barlığı qaysi yerde kimisi, qaysi ulut, qaysi yerde yaşamasın, oşol yer, oşolun özünün misir tutkan turak jayı, ata konuşu. Bu жалғыз Andiyan емес, жалпы Fergana өрөөнү Kırgız менен Özbekке birden konuş bolgon, ata konuş bolgon konuşuğuz. Oşon üçün mına jogorda ejekemiz jakşı айтып атат. Биздин tariximiz bir, ötken ötmüşümüz bir. Oşonun barakların bardığımız açsak, oşonun bardık yerine Akkalpağın giygen Kırgız, Alatopusun giygen Özbek sözsüz uçuraydı. Sebebi bu yer şu özgöçö екі улутка ата konuş bolgon özgöçö kasiyеттүү жер. Oşo екі мамлекеттин өкүлү катары биз Ixtiyorjon bir tuğanımız менен biz ушул иштерди баштап жатабыз. Мына алгачкы жолу Kırgızstan'dan şunday görgözme gelip жатат. Oy erkem oy, can erkem oy, hay erkem oy, can erkem oy. Sen hep soğudu cürünü, sen sayın. Bilmem senin oyundun min kandayım. Alalbattan çığı hareketlenir. Yüreğimden mahabbet gülün açık. Ey erkem oy, can erkem oy, hay erkem oy, can erkem oy. Endi gitsin işte. Sen gel
Allah'tan karşınakay muzeylerden hizmetçilerine de olmak versin. Prezidentlerimizde de olmak versin. Bana bugün televizyonda da gördük. Aklımda olsun. Tinchlik bo'lsin, birinchi o'rinda tinchlik bo'lsin, ikki do'stlik har doim chiqindirib yuraversin. Shunday borishdi, o'tishdi, bo'lib yuraveradi. Biz